Sezyapsizlarmi, oxirgi payt hayotni qizig'i qolmayapti hech kimga. Hamma majburan yashab yurgandek. Kimdirlar ota-onasi uchun, yana kimdirlar bo'lsa farzandlari uchun, yana boshqalar boshqa bir sabablarga ko'ra. Nimaga shunaqa bo'lyapti deb o'ylaysizlar? Chunki hayotning ma'nosi yo'qolgan. Ko'p odamlar oxirgi payt yashashni unutib qo'ygan. Yashamay nima qilyapti demoqchimisiz? Bellashyapti. Bir-biri bilan shunchaki bellashyapti. Ya'ni poyga o'ynayapti. Kim balandroq uy quradi, kim qimmatroq mashina minadi, yana kim damdamaliroq to'y qiladi. Mana nima uchun hozir ko'p odamlarda kreditlar, variantlar va qarzlar burnigacha botib yotibdi. O'zi aslida olganda biz baxtli bo'lishni xohlaganimizda biz allaqachon baxtli bo'lardik. Lekin biz boshqalarga baxtli ko'rinishni xohlayapmiz. Agarda buni eplolmasak, bizga hayotni qizig'i qolmayapti. Bu dunyoda yashagimiz kelmay qolyapti.